Xo'p, bemorimizga hozir filler qilamiz fan usulida, texnikasi usulida. Farqi yo'q, alohida bemorni ham his-hayajonga solib operatsion sharoitda qilishda hojati yo'q. Yaxshimisiz? Og'riq yo'qmi? Buxoroga ketdingizmi endi? Bo'ldi, salom aytasiz. Xo'p. Doimiy juft bilan 3 oy kamida yashagandan keyin, ba'zan 3-6 oy deymiz, 1,5 minutdan erta tashlaganlarni tez tashlash deymiz yoki boshqara olmaganlarni tez tashlash deymiz. Chunki Assalomu alaykum, hurmatli kanalimizni kuzatib boruvchi muxlislar. Bugun sizlarga yana bir dolzarb mavzu, erta bo'shanish mavzusini bemorlar uchun qisqa mavzu berib chiqamiz. Uzoq video qilsak ko'rmayapsizlar, zerikib qolyapsizlar. Erta bo'shanish nima? Birinchidan bemorlarni bilish kerak bo'lgan narsasi buni turlari. Juda ham oson turi. 4 ta turga bo'lib tushuntirishimiz mumkin. O'sha Master Johnson olimning klassifikatsiyasi deyiladi. Bu birinchisi umr bo'yi tez tashlash deyiladi. Umr bo'yi degani bu erkak hayotini hech qaysi davrida tez tashlashini boshqara olmagan bo'ladi. Keyingisi orttirilgan tez tashlash. Orttirilgan tez tashlash bu erkak oldinlari yoki hayotini qaysidir davrida yaxshi jinsiy aloqa qilgan muddat jihatidan o'zi boshqargan, lekin infeksion kasallik, travma bo'lishi mumkin, gormonal fondagi o'zgarishlarning hisobiga oldingi holatidan keyingi holatga tushib qolgan deyiladi. Ko'pincha buni adabiyotlarda 3 minutdan pastlab qolgan deyiladi. Lekin shu o'rinda tez tashlashni ta'rifini ham aytib ketadigan bo'lsak, uylangandan keyin doimiy juft bilan 3 oy kamida yashagandan keyin, ba'zan 3-6 oy deymiz, 1,5 minutdan erta tashlaganlarni tez tashlash deymiz yoki boshqara olmaganlarni tez tashlash deymiz. Chunki bu aholini 30 dan 50% ga yaqini uchraydi. Keyingi tasnifimizda 3-chisi, birda aytdik umr bo'yi, ikkinchisi orttirilgan, uchinchisi bu subyektiv deyiladi. Subyektiv, ya'ni o'sha shaxsni o'zi jinsiy aloqa muddatini normada bo'lishiga qaramasdan turib, o'zidan o'zi norozi bo'ladi. Bu ko'proq psixologik, o'ziga bo'lgan ishonchsizlik sababli yuzaga kelganligi uchun bu bemorlarga dori-darmon berishdan ko'ra ko'proq psixologik qo'llab-quvvatlashlar, o'zgartirish, o'tkazish. Oxirgisi esa bu 4-chisi holatiy deyiladi. Holatiy tez tashlash. Holatiy tez tashlash deganda qanaqangi deganda ayoli bilan masalan safarga chiqdi, o'zini nechidir yillik ayoli, romantik bir oqshom o'tkazdi-da, o'shani his-hayajoniga berilib odatdagidan tez tashlab qo'yiladi. Yoki o'sha Yevropa adabiyoti nuqtai nazaridan oladigan bo'lsak, yangi juft bilan aloqa bo'lgan paytda tez tashlash bu ham holatiga kiradi yoki o'sha bir necha ayoli bo'lgan taqdirda ham buni ko'p kelgan bemorlarimiz aytishadi. Birinchi ayolim bilan yaxshi hammasi, ikkinchi ayolim bilan erta bo'shalish bor. Yoki buni faqatgina yangiligini ikkinchisi, uchinchisi deb o'ylash kerak emas. Buni aksini aytgan bemorlarimiz ham bor. Ikkinchi uylanganim ayolim bilan hammasi yaxshi, lekin hali ham birinchi ayolim bilan qandaydir erta bo'shalishliklar kuzatiladi deydi. Endi hozirgi bugungi qilib sizlarda amaliy ko'rsatadiganimiz filler fan texnik deydi. Xo'p, bemorimizga hozir filler qilamiz fan usulida, texnikasi usulida. Bemorning yuzi boshqasini ko'rsatmaymiz, lekin suhbatlashamiz. Hozir birinchi og'riqsizlantirish jarayonini qilamiz. Ketdik. Hozir spirt bilan artib tozalayapmiz. Bu oddiy yonboshga, mushakka orasidagi ukoldan farqi yo'q. Alohida bemorni ham his-hayajonga solib operatsion sharoitda qilishda hojati yo'q.
ko'rib turganlaringdek juda ham qisqa muddatda ichida bajariladigan operatsiya. Xudo xolasa yaxshi natijalar bo'lishini kutib qolamiz. Bemorimizga shifo tilaymiz. Sog' salomat bo'ling. Yaxshimisiz? Og'riq yo'qmi? Yo'q, yo'q. Buxoroga ketdingizmi endi? Ketdim. Bo'ldi, salom aytasiz. Xo'p. Shu jinsiy holatni boshiga gialuron kislotasini ukol qilamiz. Gialuronlarimiz bor mana qo'limizda. Tozasi olib kelingan 2 millidan steril holatda turibdi. Bu gialuron kislota, lekin gialuron kislotani og'riqsizlantirish kerak bo'ladi. Og'riqsizlantirganimizdan keyin, og'riqni sezmagandan keyin bu lidokain, predokain, emlakrem deyiladi. Og'riqsizlantirganimizdan keyin bemordan og'riq bormi, yo'qmi deb so'raymiz ukol qilishdan oldin. Bu ignalarimiz. Hammasi mana steril holatda turibdi. Ignalarimizga e'tibor berilsa, juda ingichka, sochda olasidek og'riq deyarli bermaydi, lekin jinsiy holatni boshi sezuvchanlik yuqori bo'lganligi uchun og'riq seziladi, lekin og'riqsizlantirib turib ukol qilamiz. Bunda gialuron kislota o'zi aslida organizmimizda bor, ishlab chiqariladi va nojo'ya allergik ta'siri shu kungacha yo'q. Biz buni o'tgan yildan boshlab qildik. Kechagi kungi ma'ruzada shu videosini yoki tushuntirishini o'tkazdirib bersangiz degan mazmunda bo'lgani uchun, shuning uchun hamma ommaga tayyorlayapmiz. Adabiyotlarda ham ko'rsatamiz. O'sha jinsiy holatni boshiga atrofiga aylantirib qilinganda pufakchalarga o'xshab ko'rinib qoladi. Xuddi kosmetologlar buni ishlatib kelishadi. Lablarni ishirgan paytda bilasizlar, gialuron bilan qilishadi. Ma'lum bir vaqtdan keyin bilasizlar, puchayib qoladi. U lab bo'lganligi uchun, tashqi ko'rinishda bo'lganligi uchun u xunuklik paydo qiladi. Lekin jinsiy holatni boshida ham u shish bir tekisda bo'lib, 6 oy, 8 oydan keyin u bilinmay eski holatiga keladi. Agar ta'sir qilsa, 2 yil bilan Yaponiyada chiqqan adabiyotlarda 5 yilgacha jinsiy aloqani tashlashlik vaqti bazal holatidan 10 baravargacha cho'ziladi. Eslangdan chiqmasin. Gialuron kislota bilan filler qilinsa, eski bazal holatidan tez tashlashlik 10 baravargacha cho'ziladi. Bu ayniqsa 1-oyda. Undan keyin 8-oylarga borganda deydi, 3 baravar, 5 baravar bo'lib qoladi. 2 yilgacha, 5 yilgacha tez tashlash degan tashvishdan Xudo xolasa bemorlarimiz qutuladi. Agar ta'sir qilmasa, keyingi 2-ukolni yo 6 yo 8 oydan keyin yana qilish mumkin deydi. Birinchisiga nisbatan ikkinchisini ta'siri yanada ham kuchliroq bo'ladi deydi adabiyotlar. Nima uchun bular kelib chiqyapti? Kechagi kungi ma'ruzamizni ham eshitsalaring yoki oldingi videomizdagi PRP videosini ko'rsalaring, PRP qilishlik bemorlarda oxirgi nihoyiy protezga borishligidan muddatini, ya'ni orqaroqqa suradi 5 yilgacha. Bu ham shunaqangiki, masalan, protez qo'yganda kecha ma'ruzada ham aytdik, videolarimizda aytganmiz, sovuq jinsiy olat degan sindrom bor. Ya'ni ayollar protez qo'yilgan erkaklarda sovuq jinsiy olatidan shikoyat qiladi. Bu bir. Ikkinchisi, erkaklarga noqulayligi o'sha jinsiy aloqaga kirishay turgan paytida undan oldin alohida, agar ayoliga aytmagan bo'lsa, vannaga kirib protezni turg'izdirib chiqishi yoki qandaydir telefonga bog'langan yangi model oxirgi versiya bo'lsa, uni telefonda programmalashtirib qo'yib, arasida Bluetooth yo'qolib qolsa 15 minutdan keyin uyg'otgin desa, uyg'otmay qolish holati va hokazo texnik sabablar bilan protezda muammolar ko'p bo'lganligi uchun protezdan oldingi ishlarni qilyapmiz. Xuddi shuningdek, tez tashlashda ham jinsiy aloqadan oldin dori ichasan 1 soat, 2 soat deymiz, esimizdan chiqib qoladi deydi bemorlar. Undan tashqari jinsiy aloqadan 1 kun oldin ichasan, ertasi kuni yana aloqa bo'lgan kuni ichasan degan kumulyativ dozalash va bir necha shunaqa tartiblar bo'lganligi uchun shu bosh og'rig'idan qutqaradigan yo'l yo'qmikin deganiga Yevropadagi olimlar buni ustida ishlab bugungi kunda oxirgi tez tashlashni chorasi bu filler fan texnik hisoblanadi. E'tiborlaringiz uchun rahmat. Savollar bo'lsa, bemalol kommentariyada fikrlaringni aytishlaring mumkin. Telefonlarimizga murojaat qilishlaring mumkin.
qo'ldan kelganicha barchaga yordam berishga harakat qilamiz.